11 bob. E'tiqod. Xudoning va'dasiga bog'langan umidning amalga oshadiganligiga bo'lgan ishonch. Ko'rinmaydigan, mavjudlikqa bo'lgan qoyillikdir. Ajdodlarimiz mana mushundaq e'tiqod bilan Xudoning maqtishiga sazovar bo'lgan. Biz e'tiqod orqali koinotning Xudoning amri bilan yaratilganligini, biz ko'ralaydigan mavjudotlarning ko'rgili bo'ldigandan barpo bo'lmaganligini tushunalaymiz. Hobilning Qobilnikidanmi yaxshi bir qurbonlikni Xudoga otishi e'tiqodi vajidan bo'ldi. Hobilning e'tiqodi vajidan Xudo uni haqqoniy odam deb jakarladi va uning otg'onlarini qabul qildi. Hobil garchi o'lgan bo'lsa-mu, e'tiqodi bilan yanala bizga so'zlayotgandek turmoqda. E'tiqodi vajidan Hanuh o'lmay turibla arshga ko'tarildi. Hech kim uni topolmadi. Chunki Xudo uni o'z yiniga elib ketgan edi. Arshga ko'tarilishdan ilgari uning Xudoni xursand qilgan odam ekanligi jakarlangan edi. Demak, e'tiqod bo'lmay turib, Xudoni xursand qilish mumkin emas. Chunki Xudoning oldiga keldigan kishi uning bor ekanligiga va uni izlaganlarga izlash ajrini qaytaradiganligiga ishonishi kerak. E'tiqodi vajidan Nuh payg'ambar texi ko'rilib boqmagan vaqalar haqida Xudo tarafidan ogohlantirilganda, Xudoning so'ziga itoat qilib, butun oilasidagilarni qutqizish uchun bir kema yosidi. Hamda e'tiqodi orqali dunyodagi odamlarning qilmishlarining jazolanishga loyiq ekanligini ko'rsatib berdi. E'tiqodi vajidan u Xudo tarafidan haqqoniy odam deb jakarlandi. E'tiqodi vajidan Ibrohim Xudo uningga bermoqchi bo'lgan zaminga chaqirilganda, u Xudoga itoat qilib, qayerga bordiganligini bilmay turib yo'lga chiqdi. U va'da qilingan joyga berib, bu yoqqa yurtda chedirlarda turib, e'tiqodi bilan yoshidi. Xudoning Ibrohimga qilgan va'dasining mirosxo'rlari bo'lgan Ishoq va Yoqublarmu shundoq chedirlarda turdi. Ibrohimning shundoq qilishidagi sabab u Xudo tarafidan loyihalanib silingan uli mustahkam mangulik shaharni kutgan edi. Garchi Ibrohim yoshinib qolgan, ayoli Sora bo'lsa tug'ut yishini o'tgan bo'lsa-mu, Ibrohimning e'tiqodi vajidan Xudo uningga farzand ko'rish sharifini ato qildi. U o'ziga va'da qilgan Xudoning ishonchli ekanligini bilatdi. Buning bilan bir odamdan bo'libmi, yeshi bir yerga berib qolgan odamdan osmondagi yulduzlardek ko'p va dengiz sohilidagi qumdek sonsiz avlodlar borliqqa keldi. E'tiqodi bor bu kishilar Xudo va'da qilganlarga muyassar bo'lmay turibla olamdan o'tdi. Biroq ular hayot vaqtida e'tiqodi bilan Iroqni ko'rib, bu va'dalarning kelgusida amalga eshishini xursandlik bilan kutgan va o'zining yer yuzida yoqi yurtliq va musofir ekanligini e'tirof qilishgan edi. Ularning bundoq e'tirof qilishi o'zlari tava bo'lgan makonga tashno bo'layotganligini ifodalaganlikdir. Ular o'z yurtini sig'ingan bo'lsa, qaytib ketish fursati bo'lgan bo'ladi. Lekin ular texmu yaxshisiga, ya'ni arshdagi makoniga talpindi. Shuning uchun Xudo ularning Xudosi deb atilishdan
nomus qilmaydi. Xudoning arishda ular uchun bir shahar hozirlanganining o'zi buning isbotidir. İbrahim Xudo tarafidan sinalganida e'tiqodiy vajidin o'g'li Ishoqni qurbonlik sifatida Xudoga otidi. Gerçi Xudo uningga "Men sana va'da qilgan avlodlaring Ishoqdan kelib chiqidi" degan bo'lsa-mu, u yanila birdan bir o'g'lini qurbon qilishga tayyor edi. İbrahim Ishoq o'lgan taqdirdimi, Xudoning uni tirildiroladiganligiga ishondi. Mundaqcha aytganda, İbrahimga nisbatan Xudo Ishoqni o'limdan tirildirib, qaytirib berdi. E'tiqodiy vajidin Ishoq o'g'illari Yoqub bilan Asovning kelgusi uchun xayrlik duo qildi. E'tiqodiy vajidin Yoqub olamdan o'tish oldida Yusufning ikki o'g'li uchun xayrlik duo qilib, hossisiga toyinib turib Xudoga sajda qildi. E'tiqodiy vajidin Yusuf sakratga tushib qolganda İsroillarning Misrdan chiqib ketadiganligini oldin aytdi. Hamda ketishida o'zining ustixonlarini elib ketishni topildi. E'tiqodiy vajidin Musa payg'ambar tug'ilganda uning ota-onasi uni 3 oy yoshirdi. Chunki ular Musaning odatdagi bola emas ekanligini ko'rdi. Padişahının fermanından mı qo'rqmadi. E'tiqodiy vajidin Musa payg'ambar cho'ng bo'lgandan keyin Misr podshohining qizining o'g'li bo'lish salohiyatini rad qildi. U gunohlik ishlarni qilishdan keladigan vaqtli xushallikdan bahramon bo'lishning o'rniga Xudoning xalqi bilan billa azob chekishni tanladi. U Xudo avatski va'da qilgan qutqizg'uchi Masih uchun xorlanishni Misrning g'aznisidagi boyliqqa ega bo'lishdanmi afzal bildi. Chunki u arishdagi inomni kutib o'tadi. E'tiqodiy vajidin u Misrdan ayrildi. Chunki u ko'zga ko'rinmaydigan Xudoni ko'rib turgandek uningga ishinib, padişahının g'azabidanmi qo'rqmay o'z yo'liga mengivadi. E'tiqodiy vajidin u Xudoning amri bo'yicha Isroillarga o'tib ketish kechisining tomig'ini tayyorlash va bo'g'izlangan qurbonliqlarning qinini ishik keshaklariga surkashni buyurdi. Uning bundaq qilishi jon olg'uchi farishtaning Isroillarning tunji tug'ilganlariga tegmasligi uchun edi. E'tiqodiy vajidin İsroillar Qizil dengizning quruqlikda mangandek mengib o'tdi. Biroq ularni qo'g'lab kelgan Misrliklar ushbu dengizdan o'tmoqchi bo'lganda suv ularni g'arq qildi. E'tiqodiy vajidin İsroillar 7 kun Erixo shahar sepilini aylangandan keyin sepil o'rildi. E'tiqodiy vajidin poyishi ayol Rahab İsroil chorlug'uchilarini do'stlar kutib olg'ashqa Xudoga itoat qilmagan o'z shahardagilar bilan birlikda o'ltirilmadi. Yana Memiday, Gidon, Barak, Shimshon, Yiftah, Davud, Samuil va boshqa payg'ambarlar to'g'risida aytib kelsam, vaqt yetmaydi. Ular e'tiqodi bilan atrofidagi davlatlarni bo'ysundirdi. Odillik bilan davlat boshqurdi. Xudo va'da qilganlarga erishdi. Shirlar ustidan g'olib keldi. Dahshatlik o'tni o'chirdi. Qilishdan qechib qutuldi. Ojizlikdan kuchaydi. Janglarda botirlik ko'rsatdi. Dushman qo'shinlarini mag'lub qildi. E'tiqodiy vajidin ba'zi ayollar o'lib ketgan urug' tuqqanlarini o'limdan qaytirib oldi.
Ba'zi kishilar bo'lsa, kelgusida o'limdan tirilib, texmi yaxshi bir hayotlikqa erishish uchun iskanchilarga bardoshlik berib, o'lishga rozi bo'ldiki, e'tiqodidan voz kechib, zindondan ozod bo'lishni xohlamadi. Ya'ni ba'zilar masxaralarga uchrab qamchilandi. Ba'zilar hatto kishanlanib zindonga tashlandi. Çalma kesak qilib o'ltirildi. Har bilan harilinib parchalandi. Qilishlanib o'ltirildi. Qo'y o'shki terilarini yepinchi qilgan holda sarson bo'lib yurdi. Namratlıqda yaşıdı. Ziyonkashliklarga uchirdi. Xo'rlandi. Çöllerde ve tağlarda sargandon bo'lib, önkürlerde ve gemilerde yoşunlup yurdi. Ular bu dunyoga zoyi ketgan edi. Ularning hammasi e'tiqodi bilan Xudoni xursand qilgan bo'lsa-mu, ularning ichida birarsimu hayot vaqtida Xudo va'da qilganlarning hammasiga to'liq erishgani yo'q. Chunki Xudoning texmi yaxshi bir plani bo'yicha bizmi Xudo tarafidan kamolatga yetkazilganlarning ichida bo'lg'ashqa, ular biz bilan birga Xudoning kamolatga yetkazish va'dasiga erishidi.